Chunonchi aytiladi, makon deydilar, bino deydilar, 4 maqsad uchun bino qilinadi. Birinchi maqsad rahoyish. Ya'ni shunaqa bir makon bo'lsa-ki, unda odam kechasini o'tkaza olsa, uni vositasi bilan inson yomg'irdan, avtobus issig'idan, sovuqligidan, issiqligidan muhofaza qila olsa o'zini. Shu rahoyish yo'q. Ammo mana shu zarurat deydilar, shunchalik zarurat, bitta palatka bilan ham halok qolish mumkin. Rahoyish. Demak, mana shu maqsadda uy qurishlik joiz. Boshpana xolos. Ikkinchi maqsad osoyish deydilar. Ko'rsatganlar. Birinchi rahoyish, keyin osoyish. Ya'ni faqatgina maqsad rahoyish maqsad emas endi. Osoyishda-da endi. Tepadagi rahoyishda o'zi maqsad emas. Balki maqsad shuki, bu rahoyish, ya'ni orom va osoyishtalik bilan bo'lsa endi hayotda. Masalan, bir odam palatkada masalan yashasa deydilar, kuni o'taveradi, lekin unda osoyish bo'lmaydi unda. Osoyish bo'lmaydi. Orom unga yetmaydi deydilar. Bo'lishi mumkinki, yomg'ir yoqqanda ichkari suv o'tib ketib qolishi mumkin deydilar. Va yonga aytiladiki, issiqqa deydilar, asal issiqda qizib ketishi mumkin deydilar. O'shancha osoyish hosil qilishlik uchun makonni deydilar pishgan g'ishtdan qilsa deydilar, demak bu odamga osoyish ham hosil bo'lib qoladi deydilar. Bu ham gunoh emas deydilar tahonaviy. Rahoyish ham durust, osoyish ham durust degan. 3-darajada oroyish turadi. Ya'ni makon deydilar bezatilgan bo'lsa deydilar. Uyda pishgan g'ishtdan qilib oldi deydilar. U bilan rahoyish unga hosil bo'ldi deydilar. Lekin osoyish hosil bo'ldi. Lekin aytiladiki, devorda plastir yo'q deydilar. Endi hech qanaqa rangi yog' ranglar yo'q deydilar. Demak deydilar, shunaqa ishlar bo'lmasa deydilar, bu odamda rahoyish ham bo'lyapti deydilar. Osoyish ham bo'lyapti, yaxshigina yashayapti-yu, lekin oroyish yo'q deydilar. Bezash yo'q deydilar-da. Juda bezak yo'q, oroyish o'sha deydilar. Rangi ravg'on yo'q unda deydilar. Endi hozir uyimga kirib xursand bo'lmaydi. Chunki bo'yalgan emas. Endi o'zini dilini xursand qilishlik uchun kraskalar bilan deydilar, uni zebo ziynat beryapti deydilar. Bu ham gunoh emas deydilar tahonaviy. O'zini dilini xursand qilishlik uchun qilsa agar. Alloh taolaning tarafidan unga ham ijozat deydilar. Va shartiki deydilar, o'zini dilini xursand qilishlik uchun mana shu oroyishlik ishni qilsa lekin deydilar. Endi nima uchovi bo'ldi? Demak, rahoyish, osoyish, oroyish. Uchovi ham halol bo'ldi. Nomiga uy bor. Ichin kiradi, sig'adi, turib ertalab turib ketadi shu. Yana uy bor, kichkina uyda sig'maydi endi. Yomg'ir yog'ib qolishi mumkin, isib ketadi. Endi shunga sal pishgan narsa kattaroq qilaydi, bemalol yashaydi. Endi uchinchisiga kelganda endi kraska ham qo'yiladi, ko'rganda ko'zim quvonadi dedi. U ham durustlar. 4-o'rinda namoyish bo'ladi deydilar. Endi xo'ja ko'rsangiz. Yana xo'ja ko'rsangiz deydilar. U biladilar, rahoyish ham bo'ldi deydilar, masalan, uy biladilar. Osoyish ham bo'ldi deydilar, oroyish ham bo'ldi deydilar. Endi baribir dili xohlayapti, endi bu makonimni ko'rib o'zim xursand bo'lganim, endi boshqalar ham ko'rsin endi, deyish o'tib ketadi deydilar. Toki meni moldorligim bilsa o'ladi deydi. Agar mana shu maqsadni hosil qilishga odam o'zini ishida deydilar, birorta ishni o'zgartirish kerak bo'lsa, mana shuning o'zi harom lekin deydilar. Xohlasa shuki deydilar, rahoyish hosil qilishlik joiz, osoyish hosil qilishlik ham joiz. Oroyish hosil qilsa ham mayli joiz. Lekin namoyishi deydilar harom deydilar.